Assalomu alaykum, hurmatli qarindoshlar. Bugun 2026-yil 3 ayning 18-kuni Gollandiyadagi butun shaharlarniki shahar boshlig'i, parlament a'zolarini saylaydigan kun. Bugun bir kun butun Gollandiya ichida saylan kuni. Men bu birdamlikin bilet tashlashga o'ringa berib, o'zimniki Gollandiya fuqarosilik burchimni ado qilaman. Tünügün, ülüşkün 2 günden 2 yazmayızı taqatdim. Kimlerini biz kollayımız, kimlerge bilet başlayımız deb. Bununki birincisi, ben Amsterdam şehirlik Kemeş Palatası azası yani Denk Partisi'ndeki Amsterdam şehirlik parlamenttaki vekili Süleyman Kuyuncu'nu kullanılan Süleyman Kuyuncu'ya bilet başlayımlar namlı makal yazdım. Bu makalemde asas oturup koygan mezmun ben yani partiye taraftar emas. Ben qaysi partiye Uygurlar için avaz çıkargan bolgan bolsa, oş partiyadaki qo'llovchisi Amsterdamda bir necha yil o'qib qoldi. Süleyman Kuyunchi izchil Amsterdam shaharlik hukumatga, shahar boshlig'iga, shahar rahbarlariga Uygurlarga, Xitoy Federatsiyasiga Uygurlarga bo'lgan irqiy qirg'inchiliklarga majburiy emgak, hatto Şinjan degan ismni qo'llanma Sharq Turkiston ismini qo'llash qatorliq bir turli takliflarni o'ttirib qo'yish orqali Amsterdam parlamentida Uygurlarning ovozini anglatdi. Bu diasporadagi Sharq Turkiston milliy ozodlik kurishiga talpinayotgan, izlanayotgan, bu yo'l kurash qilayotgan, o'z millatiniki taqdir ustida o'ylayotgan hammamizni shunda xo'shallikqa çöndürdü, hemimiz hoşlanıp, bizimle hoşlanmış bağlıdır. Amsterdam'daki bir şehirde, yani bir dünyalı şehir, Gollandiya'nınki en mühim bir şehirlerden birisi. Bu yerde Uygur'un avazındaki izçil çıkıp duruşu, Gollandiya'nınki siyasetiga, şundakla dünyanın siyasetiga təsir gösteriyor. Şunun için biz Amsterdam'da Süleyman Kuyuncu'nu bilet başlanlar deb Amsterdam'da turuştuk. Uygurlarla şundakla benimki yıllardır Amsterdam meydanı kutlayotgan Xitoy tajovuz hukumatidagi mustamlishdan irqiy qirg'inchilikka qarshi kelib bo'lgan faoliyatlarni qo'llayotgan qo'llovchilarga Süleyman Kuyunchiga bilet başlam. Bizning ovozimizni izchil Amsterdam shahar hukumatida anglitib turayotgan mushtaq bir odamga ehtiyojimiz var. Süleyman Kuyunchidagi qayta ashada saylanishi Uyghur avazındaki uçap kalmaslık için Uyghur avazındaki izchil anglitib turishi nihoyat foydali. Shuning uchun Süleyman Kuyunchini tanladim deb uning ovoz berishini tashabbus qildim. Unda ikkinchisi tünügün Den Haag shahridagi Uyg'urning g'albisi, Uyg'urlarni qo'llaganlarga bilet tashlayli nomli bir maqolamni yozib, Den Haagdagi qo'llovchilarim shundaqla Den Haag shahrida yashaydigan barliq Uyg'urlar chaqiriq qilib, Den Haag shahridagi 3 partiya FFD yani Erkin Demokratlar Partisi, bu partiya hozir hokimiyatdagi partiya. Ana keyinda PFMD yani Emgekçiler Partisi, yani birisi Xrollinks yani Yeşillar Partisi. Bu 3 partiyaniki bilet tashlanlar deb buni tashabbus qildim. Bu tashabbus qilish sabab nima deganda, bu jinsi 2026-yil 2 oyniki 14-kuni dunyoniki tinchlik, demokratiya, erkinlikning simvoli bo'lgan Den Haag shahridagi hukumat zalida Xitoy tajovuz hukumati o'ziniki yangi yil yani Chag'on bayramini o'tkazdi. Shu chog'da men qulamga bir tan lozing kelib, shu naq maydonga faoliyat qilib o'zimniki tinch shakllik norozilik ifodadim. Bu lozingimdagi mazmuniki birinchisi yozilgan ingliz xat Sharq Turkiston mustaqilligini asli keltirish, Uyg'urlarning mavjudini qutqizib qo'yishning birdan-bir kapolati degan bu xat va anan keyin buning ustida bir tarafda 1949-yil 10-oyning 12-kuni Xitoy tajovuz armiyasidagi Sharq Turkistonga besib kelayotgan tankning nemisi va 1949 10-oyning 12-kuni deb bizniki Xitoy tajovuzniki besib kelayotgan kunni dunyoga bildirish. Uningki yan tarafida bizning Sharq Turkistonning bayrog'i, u yerda Xitoy tajovuzlarniki qo'li Uyg'urning avvalda ilib turayotgan bu shu lozingda. Bu lozingga yani bizniki Uyg'urlarniki jumladan Sharq Turkistonlikka navbatdagi siyosiy maqsadlarni ilib ifodalangan bo'lgan boshqa, u yerda Xitoy tajovuz hukumatidagi gumashtirlarniki kuchli qarshilik uchrab, qo'limdagi lozinglarni qayrib ilib, putqonlarimni qarib, yerga yiqitib, yerga ustirib, menga jismoniy xo'rlik, zo'ravonlik,
Hem sen ceza lagırga mahkum, sen ölümge mahkum, sen öttürütümüzde kulğum piçirlap, yani biz piçirlaş arkalık bana ruhi travmalık yapmadı. Bu Xitay'niki yapılan bu cinayetlerini şu Den Haag şehirdeki 3 partiye abed degende kurulduğun kez FFDA PFNDA yani emgeç yapar 3 partiyanın ki vekili şehirlik hükümetin şehir başlığı hem şehirlik hükümet azalarına men hakkında 10 türlü sorularını koyup bunun şehir başlığının cevap verişine mecbur edi. Ahir mana ötken hafta çarşamba günü nayt bir hoş haber oldu. Yani bu iki hoş haber birincisi Gollandiya Devletlik Sakçı Dairesi'nden Xitay tacavuzçılarındaki şu 2014 mankan zoravalligini hakkında rasmi bunu tekşiriş başlaganlığı kadar official dokument çıkarıp verdi. Xitay hükümetindeki bu aşağı ipbagan devlet halkıgan, çigara halkıgan baş serikine hazır Gollandiya Devletlik Sakçı Dairesi'nin ciddi şekilde tekşirip atıldı. Nek müşkünde yani Den Haag şehirlik hükümetindeki rehberleri, şehir başlığı, muavin şehir başlığı katarlık yani hükümet rehberlerimi 3 partiye azasınınki menaklı soğan 10 türlük sualıga cevap verip bununki birincisi Abdurrahim Ghani'ninki pişirgan bu zoravallıqni qat'iy qabul qilish bo'lmaydi degan bu narsani bayonot e'lon qildi. Bu bayonotlarni Gollandagi eng dangliq axborot vositalarida yana Dagblad 070 degan Den Haag'dagi siyosiy bir gazetida kunlik siyosiy gazetida yana shunday Adi Alxamen Dagblad degan Gollandiya davlatlik eng chong kunlik xabarlar gazetalari bu narsa e'lon qildi. Qayta undan boshqa Gollandiyaga nurg'unlagan gazetalar, to'rbatlar buni ko'chirib taqatdi. Demakchi Xitoy tajovuzchilariga Gollandiyaniki Den Haag shahridagi dunyoning tinchlik, erkinlik, demokratning simvoli bo'lgan bir shaharniki naq yurkida mana qo'l uzatish orqali mana jismoniy jihatdan xo'rlab ro'y turarlik etib olgan bu zo'ravonlik qat'iy qabul qilinmaydi deb bu narsaniki o'tirib chiqishi biz Uyg'urlarniki bir davosiniki Uyg'ur ovoziniga Gollandiyada qayta bir kun tartib kelayotganliginiki alamati undan boshqa yana bularniki 3 partiyaning o'tirib qo'ygan savollarda Den Haag shahrida yashayotgan Uyg'urlarniki bexatarimiz qanday qo'g'daymiz deb shahar boshlig'i bu savollarni o'tirib qo'yganlar. Yig'ib aytganda gapni yig'sak Xitoy tajovuz hukumati Gollandiyaniki tinchlik erkinlik demokratlik simvoli bo'lgan bu shaharniki 100 obro'yini dog' tekkizdi, 100 obro'yini bulg'idi. Buniki jinoyatni cho'qim tekshirilib, buniki jinoyat javobgarligi oxiri sudga chiqib, sudda kelgan jinoyat javobgarligini sudda buni jazo berdi. Yana soqchiniki bu anzini topshirib olganda mana chiqqan official arxivda yana dokladida aşı 2026-2014 yılı Xitay'niki manqa hujumini Cinayetler Kanunu'nun 300. maddesiga asasen tekşirdiğanlığını zo'ravonlik, tahdid qo'rqitish, hatto meniki lozunkamni bulib oldi, bulanchilik müşterilerden arz qildim. Bu tekshiryaptilar. Pat yaqinda buniki javobi chiqsa, uning keyin buni yana sizlarga o'rtoqlashman. Yig'ib aytganda gapning xulosasi bugun kim o'ylab tashlaysiz? Qaysi partiya Uyg'urning ovozi bo'lgan bo'lsa, qaysi partiya Uyg'ur uchun ovoz chiqargan bo'lsa, Uyg'ur uchun yashab turadigan shaharlik parlamentdan o'tirib yosh orqali Xitoy zarba beradigan Uyg'urni qo'llaydigan qolsa, shu partiyaga bilatlashdan, unda siz darhol to'xtab qolsangiz, PFNDA Ishlar partiyasi, Xurullinkesi İşçiler Partisi, FFDA Erkin Demokratlar Partisi bu 3 partiyaga bilatlashdan, Amsterdamda to'xtab qolsangiz, Sulaymon Qo'yincha bilatlashdan, bular keyin qatamliq saylam degan saylam chiqib qolsa, yana Uyg'urlar uchun izchil ovoz chiqardi. Undan boshqa Den Haag'dagi bu siyosiy partiyalarning rahbarlarimi pat yaqinda bir kurashishimizni deyishyapmiz. Ular yana qayta saylansa, birgina Uyg'urlarning ahvolini anglatish orqali Xitoy hukumatidagi bu jinoyatlarni sizdan yana tekshirib qilishga yordamni bo'lganlar haqida o'zimning ko'z qarashlarini o'ttirib qo'yman. Bu bizniki bir g'albimiz. Shuning qarindoshlar bugungi saylan belgimizni qat'iy unutib qolmayli. O'zimiz turishliq shahar hukumatining zalida, shahar atroflarida Istanbul stadida yana bilatlarga o'rinlar berib, o'zimizdagi bir Gollandiya puhraligini namoyon qilib shu bilatlarga yerimizda pasportimizdan cho'qim shu bilet taşıyan şu bilet ikkisi bo'lishi kerak. Shundan shu bilet taşıya olasiz. Unda hammalarning ishlari qutuq tilayman. Uyg'urlar qo'llagan partiyaning Gollandiyada ko'plab saylab chiqishiga tilak tashladim. Hammalarga Allohga emanet.